Do'stlar, suv tekin narxiga kvartirani sotuvga chiqyapti, remonti bilan bo'lyapti. Hozirda bozorda 1200-1,5 mingdan korobka sotilayotgan paytda bizlar hozir tashi 800 dollardan kvartiramizni sotuvga chiqaryapmiz. Bu yerda bizlarda kattalar yotoqxonasi joylashgan, yevro remont qilingan, polnoценный 3 xonali shamyalar joylashgan 5-qavatda 6 qavatli новостройка dom. Bu yerda esa bizlarda mehmonxona bonus aboy qilingan, radiatorlar o'rnatilgan, oynalarda esa jaluzi ilib qo'yganlar. Kadastr hujjatlari tayyor turibdi. 102 kvadrat. Va mana bu yerda bizlarda bolalar yotoqxonasi 82 ming so'ralyapti, yana savdosi bor. Va mana bu yerda bizlarda oshxona, kerakli hamma santexnika bor, radiatorlar o'rnatilgan, dvухконтурный котел bor. Gazli счетчик, suvni счетчиклari hammasi bor. Bu yerda esa bizlarda sanuzolni patologi, bu yerda qo'shimcha baq qo'yilgan suvniki. Kvartiramizda ikkita sanuzol joylashgan. Bu birinchi sanuzol, vanna, unitaz, rakvina o'rnatilgan va mana bu yerda bizlarda kattagina hol, bu yerda TV zona qilingan, mягкая zona qilish mumkin. Va mana bu yerda bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi, shidlar yevromontaj qilingan va ikkinchi sanuzol bo'lyapti. Qaytarib o'taman, shamyonda 102 kvadrat, narxini 82 ming so'ralyapti, yana savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi nomer telefonlarga telefon qilinglar, yana arzonroq qilib olib beramiz. Ko'rishguncha.